Leksiyemizden devam hem resmi leksiye dikkatle anlayan vatandaş bunu nazik peyit tuturuvatsız cuma. Mavzumunda bugün çislağa 2022 yıl 9. ayının 26. günü. Amerika, Angliya qatarlıq bir qancha davlat qarorlarga o'tirib qo'yib, kishilik huquq doimiy komitetining Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquq ziyonkashlik qilgan masalalarni munozara qilishni talab qildi. Mavzuli xabar 9 ayning 26 günü Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Bazı diplomatlar haftanın birinci günü yani 9. ayının 26. günü mundaq ko'rsatdi. Cümleden Amerika, Angliya qatarlıq davlatlarni o'z ichiga olgan bazı davlatlar Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komitetida munozara qanot yaydırıp Cungo dairelerining Şinjan'da Uyg'urlarni ve başka asallık milletlerini xo'rlaganligi to'g'risida muhokama elib berishni talab qildi. Bundan burun tashqari dunyoda uzun vaqt kutgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şinjan'da kişilik hukuk to'g'risidagi doklati 8. ayning oxirida e'lon qilindi. Doklat Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda yuz bergan eg'ir kişilik huquqqa xiloflik qilishni insoniyat qarshi jinoyat sodir qilganlik deb muqimlashtirdi. Kishilik huquq xiloflik qilmadim deb inkor qilib turgan Cungo doiralari Birleşken Devletler Teşkilatı janvagi hukumat vakillari umiga vatib Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk yuqori darajali komissari ishxonasi e'lon qilgan kishilik huquq to'g'risida ahvol to'g'risida tekshirmaslikning natijasi deb zarb bermoqchi bo'ldi. Mujmal bo'lib qoldi. Ishxonasi e'lon qilgan doklat to'g'risida bu tekshirmaganlikning natijasi deb zarb bermoqchi bo'ldi. E'lon qilingan doklat tekshirmaganlikning natijasi deb zarb bermoqchi bo'ldi. Jungoning vakili mundaq dedi: agar xalqaro jamiyat harakat qo'llanadigan bo'lsa, biz zarb berishga tayyorlanib qo'ydik. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bundan boshqa bir parcha qarorlar Kişilik Hukuk Daimi Komitetining kelar yili 2. oyda boshlanadigan kelar qatimliq yig'in mezgilida Şinjan'da yani mustamlik Uyg'uristonda kişilik huquq ziyonkashlik qilish ishlari masalasini munozara qilish talab qilindi. Amerika o'tirib qo'ygan qarorlar 47 devletten tarkib topgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komiteti Şinjan meselesi to'g'risida yaqinqi ayblashlar eg'ir ixtilof chekirib qoldi. Bexatarlik komitetining a'zosi hisoblangan Cungo nurg'un taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan cho'nqur iqtisodiy munosabati bor edi. Şinjan'da kişilik hukuk xiloflik qilishni ayblash to'g'risida tekshirish elib berishni talab qilgan qaror loyihaga solishtirganda bu davlatlar talab qilgan munozara qilish, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari talab qilgan munozara qilish, ya'ni kişilik hukuk doimiy komiteti Şinjan'da kişilik huquqqa xiloflik qilishni munozara qilish to'g'risida talab qilish qarmoqqa ziddiyatlik tanlash emas edi. Fransiya agentligi munda xabar qildi. Washington haftaning birinchi kun tunji qatam Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komiteti misli ko'rilmagan bir parcha qaror loyiha topshirib, Kişilik Hukuk Daimi Komitetining kelar qatimliq yig'in mezgilida Şinjan'ning kişilik hukuk vaziyati to'g'risida munozara elib berishni talab qildi. Angliya, Kanada, Shvetsiya, Daniya, Fransiya, İrlandiya, Norvegiya qatarlıq davlatlar qarorlarni Amerika bilan birlikda o'tirg'a qo'ydi. Amerika boshchiligida Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komitetiga topshirilgan qarorlar kelar hafta 47 davlat o'rtasida ovozga qo'yildi.
Amerika başçılığında Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komiteti'ne tapşırılgan karar layığı kelar hafta 47 devlet o'rtasida ovozi qo'yildi. Men dedik-ku 10 ayning 6-7 kuni